Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimiz mana olib keldik. Xudo xolasa oq eshiklarimiz bu yerda 5 ta eshik, 3 ta rom olib keldik. Hammasi yaxshi ochilib yopilishlar xudo xolasa mana. Ochilib yopilishlari gupillab magnetli. Chiqib magnetdan tortib oladi. Fena qisib o'rmasin deb o'rtasiga reyka qo'yib qo'yganmiz. Qaytib kelib o'rnatdik xudo xolasa. Bu yerda mana 3 ta eshik. Mana hammasi dilarli, mana yopirilgan mana. Bu yoq tashqari tomon, ichkari oldi tomon, narigi tomonda yopirilgan mana bitta eshigimiz bor. Bu eshigimiz oldi mana ko'rinishida. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish uстановkasi ichida mana ochilib yopilishlari juda ham zo'r. Rezinkalar qo'yilgan. Buni juppillab, chekkasida buni rezinkalari bor. Rezinkalar ko'rsatamiz mana mashina. Rezinka bo'ladi mana. O'ziga yopishadi. Yopilaveradi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovka ichida. Buni aloqaga chiqarasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz. Kanalimizga rahbar qilish uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.